Yig'latadigan kitoblardan charchagan bo'lsangiz, vijdoningizni bezovta qiladigan kitobga to'xtalamiz. Ushbu asarda voqealar o'lim jazosiga hukm qilingan mahbuslar saqlanadigan E-blokda kechadi. Dastlab hammasi oddiy qamoqxona hayotidek tuyuladi, ammo kunlarning birida Jon Kofi ismli mahbusning kelishi bilan voqealar butunlay boshqacha tus oladi. Tashqi ko'rinishi qo'rqinchli, gavdalari keng, bo'ylari baland, bu insonning qalbi nihoyatda pok edi. Qarama-qarshilik orqali muallif inson tashqi qiyofasi yoki unga qo'yilgan ayblar bilan emas, qalbi va amallari bilan baholash kerakligini eslatadi. Asar davomida adolat, rahm-shafqat, vijdon, kechirim va insoniylik haqida chuqur mushohada qilasiz. Har bir qahramon o'ziga xos xarakterga ega. Ba'zilari hokimiyatni yovuzlik uchun ishlatsa, ba'zilari esa eng og'ir vaziyatda ham insoniyligini yo'qotmaydi. 10 ta gap eshitgandan bitta o'qib ko'rgan afzal deganlaridek, ushbu asarni shunchaki qo'lingizga oling va o'qishni boshlang. Ha, aytgancha, adolat hamisha ham tantana qilavermaydi.